datchikni o'rnatib bo'ldik. Bu 24 soat davomida bizga qondagi qandni telefonga belgi berib turadi. Agar qondagi qand tushib ketib qolsa ham signal chaladi, qondagi qand baland bo'lib ketsa ham signal chalib, doringizni, insuliningizni vaqtida qiling yoki noto'g'ri ovqat yedingiz deb belgi ko'rsatib beradi. Gapiravering. Qayerdan keldingiz? Nima kasal bilan? Hop, men Farg'ona viloyati Marg'ilon shaharidan keldim. 2004-yili sahar kasaliga chalinganman. Shu davozlab apparat qo'ydirgani kelib, apparat qo'ydirdim. Dorisini ishlatish jarayonini boshladik. Nima deydi? Doktorimizni tavsiyalari bilan dorilarni yozdirib, hamma qildirib oldim. Xudo xolasa har 2 oyda tavsiyalarga kelib ko'rib ketaman, xudo xolasa. Boshqa doktorlardan nima farq sezdingiz? Men juda katta farq sezdim. Boshqa doktorlar, to'g'risini aytaman, boshqa doktorlarimiz shu dorini yozib chiqaraveradi. Siz menga ko'p juda katta narsani berdingiz, juda katta maslahatni berdingiz. Xudo xolasa, Alloh rozi bo'lsin sizdan, albatta. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Hech qanaqa asoratlarsiz qandli diabet bilan chiroyli, mazmunli hayot yashashingizni tilab qolaman.